Raqamlı xalq bir ta yürek bir ta olti raqam olsun yollab qo'yinglar boshqalar olsun foydalanib qolsin oshxon berib ishlaymiz desa 3-4 ming qo'yib ara ishlaysizlar shu saykam to'g'risi o'rganinglar. Butun 250 gram jonlar tayyorlaymiz. Dongo janyotin 650 gram tayyorlaymiz. Mush to'qning rasmi bor jiye deb qo'yamiz. Mushundan 180 gram tayyorlasak bo'ladi. Oqidan inshanda 120 gram tayyorlab ishlatamiz. Oqidan qaynoq suvdan 200 gram tayyorlasak bo'ladi. Qozon to'kayotgan ekan har xil xushbiroq saylardan to'g'rab tayyorlasak bo'ldi. Shu saypay bo'landi. Buni qurtarda mana reseptini gram soni ekran qoldirib qo'yman. Oshmayuncha ishlasam bo'ladi. Yani desem yana shu o'zaro qo'llash bo'lsin, boshqalar foydalanib qolsin. Biz buni shunday yaxshi bo'lgan aktiv energiyani ne taqtatgan sizlar qo'llab qo'yinglar, boshqalar foydalanib qolsin, do'kon ishlab, ag'ansizlar o'z oldin iqtisod qilinglar qarindoshlarimiz rahmat. Makshmak turdan o'nirsa bilim oson bo'ldi deb qolsanglar, ayrimxon uchur qoldirsang bo'ldi, boshpatda o'nida nomerimizni oshar qilib masala so'rasin bo'ladi. 抖音。